Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan mavzuni sodda qilib tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangi tartiblar, qo'shimcha imkoniyatlar, to'lovlar, qayta hisob-kitoblar va ko'pchilik e'tibor bermay qo'yadigan nozik jihatlar haqida ketadi. Bu ma'lumot faqat bir guruh odamga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yaqinlarimiz bor. Men sizdan iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlarda odam birgina hujjatni vaqtida topshirmagani uchun qo'shimcha puldan, imtiyozdan yoki qayta hisoblangan pensiyadan bexabar qolib ketadi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday foydali ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Avval pensionerlar ko'p hollarda bitta narsadan qiynalardi. Pensiya tayinlandi, pul har oy tushdi. Shu bilan hammasi tugadi deb o'ylardi. Lekin amalda pensiya miqdori odamning ish staji, ish haqi, qo'shimcha ish yillari, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, qarilik pensiyasi turi, bank orqali olish yoki naqd olish tartibi, hatto hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilganiga qarab farq qiladi. Oldin ko'pchilik pensiyasini bir marta tayinlatib olgandan keyin qayta tekshirtirishni o'ylamasdi. Masalan, odam 25 yil ishlagan, lekin arxivdan faqat 15 yillik ish staji tasdiqlangan. Natijada pensiya kamroq chiqqan yoki ayol kishi farzand parvarishi davri stajiga kirishini bilmagan. Yoki erkak kishi hisob korxonasi yopilib ketgani uchun ish haqi ma'lumotnomasini olmay boriga rozi bo'lgan. Bunday holatlar juda ko'p. Endi esa 1 yildan keyingi davrda pensionerlar uchun eng muhim masala shuki, o'z pensiya huquqini tekshirish, qo'shimcha staj va hujjatlarni kiritish, bank kartasi orqali to'lovlarni qulay olish, ijtimoiy yordam va imtiyozlarni o'z vaqtida so'rash yanada dolzarb bo'ladi. Men buni syurpriz deb atayotganimning sababi shundaki, ko'pchilik pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan imkoniyatlardan xabarsiz. Yangilikning eng katta foydasi ham aynan shu yerda. Kim hujjatini tartibga solsa, kim o'z holatini tekshirtirsa, kim kerakli joyga murojaat qilsa, u yutadi. Birinchi navbatda pensionerlar pensiya miqdori doimiy narsa emasligini tushunish kerak. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlagan bo'lsangiz, ayrim holatlarda qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Agar pensiya tayinlash vaqtida ayrim ish yillaringiz kiritilmagan bo'lsa, keyinroq hujjat topilsa, uni taqdim etish orqali pensiya miqdorini o'zgartirish masalasi ko'rib chiqiladi. Agar oila tarkibida nogironligi bo'lgan shaxs yolg'iz yashovchi pensioner yoki parvarishga muhtoj kishi bo'lsa, mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali qo'shimcha yordam masalasi ham alohida o'rganilishi mumkin. Men oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli otaxon pensiyaga chiqqanida uning 22 yillik ish staji tasdiqlangan. Lekin u aslida 31 yil ishlagan. Sababi 1990 yillardagi bir korxona hujjatlari arxivda kech topilgan. Otaxon keyin arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan buyruqlardan ko'chirma oldi. Pensiya bo'limiga taqdim etdi. Natijada uning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'ldi. Bu yerda asosiy saboq shuki, menga oldin shunday hisoblab berishgan, demak shunday bo'lar ekan deb o'tirish kerak emas. Ikkinchi misol. 62 yoshli ayol kishi 3 nafar farzandni tarbiyalagan. Lekin pensiya tayinlashda farzand parvarishi davri bilan bog'liq hujjatlarni to'liq topshirmagan. U o'sha vaqtda bu kerak emasdir deb o'ylagan. Keyinroq tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bilan murojaat qilganda uning ish staji masalasi qayta ko'rib chiqilgan. Ayollar uchun ayniqsa muhim jihat shuki, bola parvarishi, ishdagi tanaffuslar, dekret davri kabi masalalar hujjat bilan tasdiqlanganda pensiya hisobida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Bir pensioner bank kartasiga pensiya oladi, lekin kartaning amal qilish muddati tugaganini bilmaydi. Pul tushmay qolgandek tuyuladi, odam vahimaga tushadi. Aslida pensiya to'xtamagan, faqat bank kartasi yangilanishi kerak. Shuning uchun iyuldan boshlab hamma pensionerlar o'z bank kartasi muddatini, telefon raqamiga ulangan SMS xabarlarni, bankdagi shaxsiy ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish kerak. Ayniqsa plastik karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, bu juda xavfli. Pensiya pensionerning o'z mablag'i. Uni hech kim majburan olib qo'yishi, karta parolini bilib olishi yoki men olib beraman deb pulni ushlab qolishi mumkin emas.
Men birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlarga e'tibor qarataman. Chunki ular ko'pincha yangiliklardan kech xabar topadi. Mahallaga borishga qiynaladi. İnternetdan foydalana olmaydi. Ariza yozishni bilmaydi. Agar sizning qo'shningiz, qarindoshingiz yoki ota-onangiz yolg'iz yashasa, ularning pensiya hujjatlarini, bank kartasini, kommunal imtiyozlarini tekshirib bering. Ikkinchi guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotganlar. Ko'p odam ishlasam pensiyam kamayib qoladimi deb qo'rqadi. Bunday savollarni taxmin bilan emas, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki rasmiy maslahat kanallari orqali aniqlashtirish kerak. Ishlagan davringiz, to'langan badallar rasmiy mehnat shartnomasi bo'lsa, kelajakda hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Lekin norasmiy ishlasangiz, qo'lingizga naqd pul olsangiz, hech qanday hujjat bo'lmasa, keyin men yana 5 yil ishladim degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Bu yerda har bir hujjat muhim. Tibbiy xulosa muddati, oilaviy holat, o'qiyotgan farzandning ma'lumotnomasi, vasiylik hujjati, bank hisob raqami. Masalan, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni davom ettirayotganini vaqtida tasdiqlamasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin uni tiklash uchun yana yurish, ariza yozish, ma'lumotnoma topshirish kerak bo'ladi. 4-guruh pensiyasi juda kam chiqqan odamlar. Agar siz 30 yil ishlagan bo'lsangiz, pensiyangiz juda past bo'lsa, buning sababi bo'lishi kerak. Balki ish haqi ma'lumotnomasi olinmagan, balki staj to'liq kiritilmagan, balki mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, muhr noaniq, sana xato. Men bunday vaziyatda hech qachon jim yurishni maslahat bermayman. Hujjatlarni tekshirtirish kerak. Agar pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, so'nggi yillarda pensiya bo'limida ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, ortiqcha vahimaga hojat yo'q. Lekin bu umuman tekshirmayman degani emas. Har bir pensioner yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini ko'rib chiqish foydali. Agar sizga telefon qilib, iyuldan pensiyangiz oshadi, karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring desa, hech qachon ishonmang. Davlat idoralari SMS kod so'ramaydi. Bank xodimi ham karta PIN kodini so'ramaydi. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular ishonuvchanroq bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida eng katta ogohlantirishni shu yerda beraman. Pensiya haqidagi har qanday yangilikni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Eng ko'p uchraydigan nozik jihat mehnat daftarchasidagi xatolar. Masalan, ism bir joyda Murod deb yozilgan, boshqa joyda Murad deb yozilgan. Familiyada bitta harf farq qiladi. Tug'ilgan sana noto'g'ri ko'rsatilgan. Korxona nomi eski, keyin nomi o'zgargan. Bular oddiy xato ko'rinadi, lekin pensiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana bir xil bo'lishi shart. Yana bir nozik masala arxiv hujjatlari. Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlagan ko'p korxonalar hozir yo'q. Lekin bu yerda ishlagan yillaringiz yo'qolib ketdi degani emas. Hujjatlar tuman, shahar yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Ba'zan korxona boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'ladi. Ba'zan ish haqi vedomoslari alohida saqlangan bo'ladi. Shuning uchun bitta joydan topilmadi degan javob kelsa, izlashni to'xtatmaslik kerak. Qaysi yillarda ishlaganingizni, korxona manzilini, lavozimingizni, bo'lim nomini aniq yozib murojaat qilish kerak. Yana bir muhim jihat pensiya pulini boshqa odam orqali olish. Ba'zi farzandlar ota-onasining kartasini olib qo'yadi. Men oziq-ovqat olib kelaman deydi. Lekin pulning hammasi qayerga ketayotganini pensioner bilmaydi. Agar pensioner sog'lom bo'lsa, o'z pulini o'zi boshqarishi kerak. Agar salomatligi yomon bo'lsa, ishonchnoma, vasiylik yoki qonuniy tartib asosida yordam berilishi kerak. Og'zaki kelishuv keyinchalik oilaviy nizoga sabab bo'lishi mumkin. Kommunal to'lovlar, dori-darmon, sanatoriy, ijtimoiy yordam masalalarida ham hamma pensioner bir xil huquqqa ega deb o'ylash noto'g'ri. Ayrim imtiyozlar faqat ma'lum toifadagi shaxslarga beriladi. Urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, kam ta'minlangan oilalar, alohida ijtimoiy ro'yxatda turganlar. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olaman degan yondashuv to'g'ri emas. Har bir holat alohida tekshiriladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, ish haqi haqidagi eski ma'lumotnomalar,
arxiv javoblari. Nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli guvohnomalar. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar bo'lsa, barchasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam. O'z tumaningizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya hisobingiz bo'yicha ma'lumotni tekshirtiring. Mening ish stajim to'liq kiritilganmi? Pensiya tayinlashda qaysi yillar hisobga olingan? Qaysi hujjatlar yetishmaydi? Qayta hisoblashga asos bormi? degan savollarni aniq bering. Savolni umumiy bermang. Pensiyamni ko'rib bering desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq savol bersangiz, aniq javob olasiz. Uchinchi qadam, agar ish stajingiz yetishmayotgan bo'lsa, arxivga yozma murojaat qiling. Arizada men falon yildan, falon yilgacha falon korxonada, falon lavozimda ishlaganman. Ushbu davrni tasdiqlovchi buyruq shaxsiy varaqa. Ish haqi vedomosti yoki boshqa arxiv hujjatidan ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, yangi nomini ham yozing. Imkon qadar aniq sana, manzil va bo'lim nomini kiriting. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, telefon raqam, SMS xabarnoma, karta PIN kodi xavfsizligi, bank ilovasiga kim kirishi mumkinligi, bularning hammasi muhim. Kartangizni hech kimga bermang. Agar farzandingiz yordam bersa ham, pul yechilganini o'zingiz bilib turing. Agar shubhali yechimlar bo'lsa, bankka darhol murojaat qiling. 5-qadam, mahallaga boring va ijtimoiy yordam imkoniyatlarini so'rang. Men pensionerman, yolg'iz yashayman yoki dori-darmon xarajatlarim ko'p yoki kommunal to'lovlarni to'lashga qiynalyapman deb holatingizni tushuntiring. Mahalla sizni tegishli ro'yxatga kiritishi yoki ijtimoiy xodimga yo'naltirishi mumkin. Lekin hech kim sizning uyingizga kelib hamma narsani o'zi aniqlab beradi deb kutmang. Odam o'z huquqini so'rash kerak. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtamang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichga murojaat qilish oson bo'ladi. Yuqori tashkilotga, ishonch telefoniga yoki huquqiy maslahatga borishda qo'lingizda asos bo'ladi. Men ko'p ko'rganman. Odam og'zaki rad javobini eshitib yillar davomida yurmaydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, aslida hujjat topshirsa bo'lar ekan. Tasavvur qiling, 70 yoshli ona 1.200.000 so'm pensiya oladi. U 28 yil ishlagan, lekin hujjatda 20 yil ko'rsatilgan. Agar qolgan 8 yil arxiv orqali tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu har oy katta farq bo'lmasligi mumkin. Lekin 100.000 yoki 200.000 so'm ham pensioner uchun to'g'ri non kommunal to'lov degani. Bir yilda bu 1 milliondan oshiq mablag' bo'ladi. Yana bir holat, 65 yoshli otaxon pensiyasini naqd oladi. Lekin har safar navbatda turishga qiynaladi. Bank kartasiga o'tkazsa pul vaqtida tushadi, kerak bo'lsa yaqin bankomatdan oladi, kerak bo'lsa do'konda karta bilan to'laydi. Lekin kartaga o'tganda xavfsizlikni bilishi shart. PIN kodni qog'ozga yozib kartaga yopishtirib qo'yish eng katta xato. Firibgar uchun bundan oson narsa yo'q. Yana bir misol. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba sentabrda o'qish joyidan ma'lumotnoma olib topshirishi kerak, lekin unutib qo'yadi. To'lovda muammo chiqadi. Keyin ota-onasi nega pul tushmadi deb yuguradi. Aslida bitta ma'lumotnoma vaqtida topshirilganda muammo bo'lmasdi. Shuning uchun pensiya faqat keksalarga tegishli mavzu emas, farzandlar, talabalar, vasiylar ham bilishi kerak bo'lgan masala. Eng xavfli narsa shoshma-shosharlik va ishonuvchanlik. Iyuldan hamma pensionerga falon pul berilar ekan, ro'yxatga kiritib qo'yaman, xizmat haqqi bering degan odamlar paydo bo'lishi mumkin. Hech qachon begona odamga pul bermang. Davlat to'lov yoki yordam qonuniy bo'lsa, u rasmiy tartibda amalga oshiriladi. Hujjat topshirish uchun ham rasmiy idora davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mahalla orqali harakat qiling. Ikkinchi xavf, hujjatlarni yo'qotish. Eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, sud qarori yoki guvohnoma bitta nusxada bo'lsa, uni skaner qilib, telefon yoki fleshkada saqlab qo'ying. Farzandlaringizga ham nusxasini bering. Ba'zan bitta eski hujjat odamga butun umr kerak bo'ladi. 3-xavf, noto'g'ri maslahat. Qo'shni aytgan gap, bozordagi tanish aytgan gap, internetdagi noma'lum kanal yozgan gap rasmiy asos emas. Men doim shuni aytaman. Pensiya masalasida aniq javob kerak bo'lsa, hujjat bilan murojaat qiling va yozma javob oling. Shunda sizning qo'lingizda dalil bo'ladi. Aziz yurtdoshlar,
1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun eng katta syurpriz shundan iboratki, o'z huquqini bilgan, hujjatini tekshirgan, savolni vaqtida bergan inson yutqazmaydi. Pensiya miqdori, staj bank kartasi, ijtimoiy yordam, arxiv hujjatlari, imtiyozlar va xavfsizlik masalalari bir-biri bilan bog'liq. Bitta e'tiborsizlik har oy pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bitta to'g'ri murojaat esa hayotingizni ancha yengillashtiradi. Men sizga maslahat beraman. Bugun ota-onangizning yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring, bank kartasini tekshiring. Yetishmayotgan staj bo'lsa arxivga murojaat qiling. Mahalladan ijtimoiy yordam imkoniyatlarini so'rang. Agar tushunmovchilik bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanma, yozma javob oling. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday yangiliklar yoki muammolar bor? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bugun bilgan ma'lumotingiz ertaga kimningdir pensiyasini, huquqini va osoyishta hayotini saqlab qolishi mumkin.